Mana tepadan ko'rinishi qatlamondan ketyapti. Assalomu alaykum Instagram yaxshimizlar, aka-ukalar, tinchmizlar. Sizlarga Moskva metro Beloruskiyadan ish chiqaryapman. 5-liniya 1-vixot monolitdan. Kunlaringizda 4500 rubldan 5000 rublgacha beriladi. Har 15 kunda pul расчет qilinadi. 15 kun zadeshkasi bilan. Bir oyda 15 kunlik pulni olib, dalsha 15 kunda olib ketaverasizlar. 3 mahalliy bichar yotoq joylar tekin, ish qatlamondan boshlangan Chasavoy. Vaspolni videosini ko'rsataman. Murojaat qilib, bemalol bolansalaringiz bilan faqat Moskvada yurgan, Moskvaning patent bilan ishga qabul qiladi. Uydan kelsalaringiz ham bo'ladi, biletlaringizni yordam qilmaydi. Hafta 10 kun ishlab turib, dokumentga avans olib, bemalol ishga chiqib ishlasalaringiz bo'ladi. Videoga bitta like bosib qo'yingizlar, podpiska bosib qo'yingizlar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirib ketingizlar. Mana tepadan ko'rinishi qatlamondan ketyapti. Moskvada ishga yurgan monolit chiqishlarga yuborib qo'yingizlar. Almasirchilar kerak, plotlik montajlar. Tepaga chiqqandan keyin dalsh ob'yomga yana bosib ketaveradi ishda. Betonikaga 7,5 rubldan tepaga. Hozir qatlamon Chasavoy aksiyasida ish ketyapti. Kunlarga 4,5 mingdan 5,000 rublgacha chiqaradi. Soat 8dan 7gacha ish vaqti. WhatsApplar bor ekranda, brigat telefon raqamida.